eshik yoki derazangiz oynasi sindi. Ko'chadan chiqib oyna qirqtirib keldingiz. Lekin yarim santimetr yoki 1 santimetr oyna uzun. Shunda yana ko'chaga chiqib oynani boshqatdan to'g'irlatib kelamizmi yoki falon pul berib usta chaqiramizmi? Kelinglar, mana shu jarayonni uy sharoitida oynani yarim santimetr yoki 1 santimetrga qirqishni ko'rsatamiz. Bizda uy sharoitida qirqib olishga nimalar kerak? Qirqiladigan oyna, o'lchangandan keyin tekis qo'yiladigan temir yoki yog'och biror narsa tekis bo'lishi kerak. Perchatka, oyna qirqadigan metr va ambur. Mana shular bilan oyna qirqishni hozir ko'rsatamiz. Mana shu holatda oynamizning ortiqcha joyini belgilab, mana shu holatda tekis qilib qo'yib olamiz. Mana oyna qirqishni boshlaymiz. Mana oyna qirqiladigan, mana bosiladigan joyi bor. Shu bosilgandan keyin yana ozgina kuch bilan bosamiz. Unaqa qattiq bosmaymiz. Qani boshladik. Mana oyna qirqiladiganda ovozini yaxshilab eshitib turasizlar. Endi oxirgi jarayon, shu oynani ko'taramizda, eng chetida mana amburimizni qistirib sindirishni boshlaymiz. Mana